Minyonning yoshi 17 da. U Hisanda turadi, Shimoliy Koreyadagi kichik shaharchada, Yaludzan daryosining yonida. U esa Xitoyning chegarasida joylashgan. Muzdan keyin Minyon boshqa davlatni ko'rishi mumkin. Ozodlik shunchalik yaqin va uzog'ida. Shimoliy Koreyaning harbiylari chegarani tekshirib turishibdi va territoriyaga qarab yurishganida. Minyon sovuq havo chiqarib nafas oladi va muzga birinchi qadam qo'yadi. Lekin u hali bilmasadi, uni birinchi qadami 7 yillik aql bovar qilmaydigan sayohatga olib kelishini. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togen Here kanalida. Videoga avans bilan like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu menga ko'proq sifatli video chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. Shimoliy Koreya o'z aholisini zulm qilish bilan juda ham mashhur davlat va odamlarning huquqini buzadigan davlatlardan biri. Kim Chen In davlat boshlig'iga aylangandan so'ng davlatni tark etish sonlari ancha kamaydi va qiyinlashdi ham. Ko'proq devorlar, ko'proq harbiylar paydo bo'ldi. Kim Chen In davlat boshlig'i bo'lgandan so'ng 2-3 yildan keyin yangi qonunlar chiqdi. Davlatdan qochib ketishga harakat qilayotgan yoki esa qochib ketayotgan odamlarni o'ldirishga ruxsat berilganida. Agar siz davlatdan qochib keta olsangiz, sizni qarindoshlaringiz, aka-ukalaringiz, umuman hamma taniydigan odamlaringiz Shimoliy Koreyada yashab turgan 4 ta avlodigacha qo'lga olinadi, qamoqqa yuboriladi yoki esa o'lim jazosi beriladi. Lekin shunda ham har yili yuzlab Shimoliy Koreyaliklar o'zlarini davlatlarini tark etishga harakat qilishadi. Haftalab cho'llarda yurish, oylab lagerlarda qul bo'lish va yillab o'z vaqtingizni kutish. Bu hammasi ozodlik uchun. Shimoliy Koreyani kartadan qarasangiz, Xitoy, Rossiya va Janubiy Koreya bilan chegaradosh davlat va qochadigan odamlar Shimoliy Koreyadan Janubiy Koreyaga qochishga harakat qilishadi. Ularda bir til, bir madaniyat va eng muhimi Janubiy Koreyaliklar Shimoliy Koreyaliklarni aka-uka deb hisoblashadi va bemalol muammosiz qabul qilishadi va fuqarolik berishadi. Kartaga qarasam, Janubiy Koreyaga qochish osonga o'xshaydi, lekin bu chegara dunyodagi eng qo'riqlanadigan chegaralardan biri deb hisoblanadi va mingtadan bitta odam atagi bu chegarani bosib o'tishi mumkin. Sababi bu ikkita davlat orasida demilitarizovanный zona bor. Bu aytganimdek eng qo'riqlanadigan chegaralardan biri va bu video adashib 100 mingta like yig'ib qo'ysa, men Moskvada joylashgan Shimoliy Koreyani elchixonasiga boraman va u yerga Shimoliy Koreyaga kirish uchun viza olishga harakat qilaman. Yana bitta sabab like bosish uchun. Aytganimdek, Shimoliy Koreyadan Janubiy Koreyaga o'tganlar mingtadan bitta va ularning ichida Ho Chon-son 2017-yil u demilitarizovanный zonasidan qochadi. Oddiy kunlardan biri. Soldatlar o'z joyida va bir-biriga qarab turishibdi. O'sha payt sirenani ovozi. Bir odam katta tezlikda jipda kelayotganida Shimoliy Koreyaning kamerasi poygani tasvirga olganda, u mashinani tashab qochishga tushganda, Shimoliy Koreyaliklar uni orqasidan otishga tushadi. 1-2 ta o'q unga tegadi va u Janubiy Koreyaning tarafiga o'tib, u yerga qulaydi. Bir necha soat u o'sha yerda qoladi. Kechqurun esa Janubiy Koreyaliklar uni qutqarishadi. Demilitarizovanный zonadan qochish imkoniyati deyarli 0 ga teng va ko'proq u yerdan harbiylar qochishadi. Ho Chon-son ham harbiy bo'lib ishlardi. Hamda uning otasi Shimoliy Koreyada katta lavozimda ishlardi. Uni bolasi davlatdan qochib ketgandan so'ng otasini qamoqqa tiqib qo'yishadi. Yana bir Shimoliy Koreyani tark etish usuli bu suvdan. Sharqona tarafdan Shimoliy Koreyalik bir odam suvga tushadi. Uning yoshi 25 da. Uni gidrokostyum va lasterlari bor. 6 soat suzish paytida u 3 kilometr masofani o'tadi va Janubiy Koreyani qirg'og'iga yetib oladi, Goson shahriga. Uni kameralar ko'rgan bo'lsa ham, Janubiy Koreyaliklar uni nechadir soatdan keyin topishadi. U daraxtning tagida dam olayotganida. Qochgan odam baliqchi edi va u Shimoliy Koreyadagi hayotdan qo'rqib Janubiy Koreyaga qochgan edi. Suv ham unga yordam bergan edi. Baliqchi bo'lgani uchun u suv qayerga ketayotganini bilgan edi. Bu yo'ldan ham qochish imkoniyati deyarli 0 ga teng. Juda ham kam odamlar Shimoliy Koreyadan Janubiy Koreyaga demilitarizovanный zonasidan qochish olgan. Rossiya chegarasidan ham uncha ko'p odamlar qochib o'ta olmaydi. Daryo juda ham chuqur suzib o'tish uchun. Shimoliy Koreyadan Rossiyaga qochadiganlarning ichida hammasi Shimoliy Koreyada katta lavozimda ishlaydigan odamlar. Ular ruxsat olib davlatni tark etishadi. Keyin esa o'sha yerda qolib ketishadi. Shimoliy Koreyada hamma narsa katta tekshiruvdan o'tadi. U yerda juda ham kuchli senzura bor va biz o'rganib qolgan internet u yerda deyarli yo'q. Hech qanaqa Telegram, TikTok, YouTube, Instagram bunaqa ijtimoiy tarmoqlar yo'q. Ularning hattoki o'zlarining telefonlari bor. Bu xuddi Samsung telefoni va Shimoliy Koreyani OS o'rnatilgan. U har 10-15 minutda sizni ekraningizni rasmga olib Shimoliy Koreya partiyasiga jo'natadi. Nima ko'rayotganingizni bilib turishlari uchun. Shimoliy Koreyadan qochish ko'proq bo'lgan usuli bu Xitoy chegarasidan, Yaludzan va Tumangan daryolaridan. Ularning chuqurligi tizzagacha. Qishda esa suv mutlaqo muzlaydi va muzdan o'tish juda ham oson. Lekin muzdan o'tish bu endi birinchi qadam va haqiqiy qiyinchiliklar Xitoyda bo'ladi. Minyon oddiy oilada o'sgan edi
Uni oynasidan Yalujian daryosi ko'rinadi. Ko'chaga chiqsa esa u xitoyliklarning uylarini ko'rishi mumkin. Uni otasi ish bo'yicha Xitoyga qatnardi. Onasi esa davlat ishchisi. Vaqt bo'lganda onasi kontrabanda bilan shug'ullanardi. Xitoydan olib kelgan narsalarni odamlarga sotardi. Bu norma ish edi. Chegarani yonida yashaydigan odamlar uchun. 1994-yil 14 yoshligida uning hayoti mutlaqo o'zgaradi. Uyga kelganda otasi yo'q edi. Uni Xitoydan kelayotganda qo'lga olishgan edi. Poraxo'rligi uchun aybdorlanadi. Uni oilasi gumon qilishadi. Uni qiynashdi va 2 oydan so'ng Minyonning otasi vafot etadi. Minyon, uning ukasi va onasi yolg'iz qolib ketadi. Ular umidsizlikda va Minyon sezishni boshlaydi. Ochlik, propaganda, yashash qiyin vaziyatlarni va 17 yoshida u eng muhim tanlovlardan birini qiladi. U Shimoliy Koreyani tark etmoqchi edi. 1 minutdan keyin u daryoni ustida edi. Uni mo'ljali Xitoyda Shenyang shahari qarindoshlarini topib olish. U Xitoydagi kontrabandistni topadi. Onasi bilan ko'p savdo qilgan odamni. U miyani olib ketishga rozi bo'ladi va qizni Shenyang shahariga olib ketadi. Haftalar o'tadi va Miyani yoshi 18 ga to'ladi. U Shimoliy Koreyaga o'z oilasiga qaytmoqchi edi va o'sha payt unga qo'ng'iroq keladi. Bu uni onasi edi. Odamlar u yo'qolib qolganini sezishgan edi va endi Shimoliy Koreyaga qaytib kelish juda ham xavfli edi. Endi uni oilasi Minyon qochib ketgani uchun javob berishga to'g'ri kelardi. Shuning uchun Minyonning onasi Xitoyda o'z hayotingni qur deydi. Minyon Shenyangda qoladi va o'sha yerda ishlab tilni o'rganadi, lekin tutilib qolishdan juda ham qo'rqardi. Bir kun restoranga politsiya xodimlari kiradi va Minyonni olib ketishadi. Minyon hammasi tugadi. Uni qayta Shimoliy Koreyaga jo'natib yuborishadi deb o'ylaydi. Politsiya xodimlari unga savollar berib qiynashga tushadi va Minyonga Xitoy tilidan test berishadi. Agar u kambal yig'sa, u xitoylik emasligini bildirib qo'yardi. Lekin Minyon testdan o'tadi va uni qo'yib yuborishadi. Agar u yetarlicha ball yig'a olmaganda, uni qaytadan Shimoliy Koreyaga jo'natib yuborishardi. Keyinchalik bilishi bo'yicha, u o'z sirini aytgan bir odam uni sotib qo'ygan edi va 2002-yil poyezdga o'tirib Minyon Shanxayga yo'l oladi. Shanxayda u broker bilan tanishadi. U esa qizga yangi shaxs beradi. Minyon bu uchun barcha pullarni ishlatgan edi. U yangi shaxs bilan tarjimon bo'lib ishga kiradi Janubiy Koreya kompaniyasiga. Pul yig'ib u Janubiy Koreyaga ketadi va yig'gan pullarni ishlatib o'z ota-onasini Shimoliy Koreyadan olib chiqadi. Hozir Minyon Hen Soli ismi bilan tanilgan. U Shimoliy Koreya inson huquqlarining himoyachisi bo'lib ishlab kelmoqda va u yerda odamlarni qutqarishga harakat qiladi. Shimoliy Koreyadan qochayotgan har bir odamlar baribir ham Xitoyga kelishadi, lekin Xitoy oxirgi nuqta bo'lishi kerak emas. Qochgan odamlar Xitoydan yoki Tailandga, Vyetnamga yoki esa Mongoliyaga yetib borishlari kerak. Bu barcha davlatlar sizni muammosiz Janubiy Koreyaga yuborishga yordam berishadi. Va qanchalik achinarli bo'lmasa ham, bu davlatlarga yo'l olgan odamlarning yo'li Minyonning yo'liga qaraganda ancha qiyinroq. Siyun Tumangan daryosining yaqinrog'ida yashardi va ular juda ham kambag'al edi. U barcha topgan pullarni o'z oilasiga boqishga ishlatardi. Siyun yoshligidan partiyaslarni yaxshi ko'radi va qutqaradi degan gaplarga ishonardi, lekin hozir hammasi teskarisi edi. Bir kun uni dugonasi xitoylik broker haqida aytadi. U bir pul miqdoriga Shimoliy Koreyadan Xitoyga olib ketish haqida aytib bergandi. U uy, oila va ishga ham kirgizib qo'yardi. Seyun uchun bu juda ham zo'r edi. Yangi hayot boshlash uchun va o'z oilasini boqish uchun. Dugonalar u bilan ko'rishishga qaror qilishadi. Bir hafta tayyorgarliklardan so'ng ular dengizning yoniga kelishadi va orqalaridan broker paydo bo'ladi. Ular suvga tushib Xitoy tomonga yurishni boshlashadi. Seyun ahamiyat beradi. Harbiylar yo'q edi. Odatda bu yerda ikkita harbiylar turgandi. Seyun broker unga pora berib yo'qotgan deb o'ylaydi. Xitoyga kelgandan so'ng ularni mashina kutib oladi. Broker ikkita qiz ikki xil mashinaga o'tirish kerakligini haqida aytadi, ehtiyot bo'lish uchun. Seyun qo'rqadi, lekin rozi bo'ladi. Dugonasi bilan xayrlashadi. O'sha payt bu ularning oxirgi ko'rishuvligini u bilmas edi. Seyun mashinaga o'tiradi. Mashina Seyunni uzoqroqda joylashgan qishloqqa olib boradi. Borgandan so'ng, bu yerda sen o'zingni yangi ering bilan ko'rishasan deydi. Seyun aldangan edi. Broker uni o'rta yoshlik fermerga sotib yuborgan edi. Shimoliy Koreyadan qochishga harakat qilayotgan odamlar juda ham ko'p odam savdosiga uchrashadi. Ular eng kambag'allarni topishadi. Ularga ovqat va ish taklif qilishadi. Keyin esa qullikka sotishadi. Eng qiyinisi ayollarga bo'ladi. Janubiy Koreya statistikasi bo'yicha Shimoliy Koreyaning 60% ayollari Xitoyda odam savdosiga to'g'ri keladi. Ularni ko'pi prostitutsiya bilan shug'ullanishga to'g'ri keladi. Bu xuddi tugamas dahshat edi. U bildirmasdan Xitoy tilini o'rganardi va pulni yig'ardi. Bir kecha u o'z imkoniyatini ishlatadi va narsalarni olib uydan qochib ketadi. Nechadir hafta u shimolga qarab yurgandan so'ng uni kuchi, imkoniyati va planlari qolmagandi. 1-2 oy qochib yuradi va Shimoliy Koreyadan qochgan Pekinda bikini
chekinib yurgan odamlarni ko'rib qoladi. Ular uni Mongoliyaga olib borishga yordam beramiz deydi. Shimoliy Koreyaga qaytish bu katta xato edi. Agar u Shimoliy Koreyaga qaytsa, bu qiynash va o'lim edi. Nafaqat unga, balki uni oilasiga edi. Shuning uchun Mongoliyadan boshqa yo'l yo'q edi. Shuning uchun u yo'lga tushadi. Ularning yonidagi yagona lekin katta muammo bu Gobi cho'li. Uni o'lchomi Peru davlatidek va juda ham xavfli. Ertalab juda ham issiq, kechqurun esa juda ham sovuq. Cho'lda ilonlar, barslar bor hamda suv muhtojligi ham bir katta muammo edi. Seyun pekinliklarga qo'shiladi va yo'lga tushadi. Tunlar, kunduzlar juda ham tez o'tayotgan edi. Ular hozircha cho'ldan o'tishayotgan edi va ozgina ovqat suvlar bilan bir-biri bilan bo'lishadi. Va nihoyat ular Mongoliya chegarasiga yaqinlashadi va o'sha yerda harbiylarni ko'rib qolishadi. Agar bu Xitoyning harbiylari bo'lganda, ularni qo'lga olib Shimoliy Koreyaga deportatsiya qilishardi va gruppadagi bir odam ularning yoniga chiqib harbiylarga pora beradi. Agar hammasi yomon tugasa, qolganlar bemalol qochib ketishi mumkin edi. Ularning baxtiga harbiylar Mongoliya davlatiniki edi. Ularni yaxshi kutib olishdi. Qochqinchilar uchun lagerga jo'natishdi. Seyun u yerda 2 oy o'tirdi. Keyin esa uni Janubiy Koreyaga yuborishdi. Seyun bir necha bir 100dan biri Shimoliy Koreyadan qochib ketgan odamlarning ichida edi. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togen He kanalida edi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying va albatta bu videoni ko'ring. YouTube sizga bu qiziq bo'ladi deb o'ylayaptim. Hammaga katta rahmat.